Tashabbusli budjet bo'yicha loyihalar bilan tanishdingiz va bu jarayonda nechta loyiha bor edi va qaysi muhim jihati borligi uchun bir loyihani tanlab, uni moliyalashtirdingiz? Dastlabki o'zimda ko'rishlarim 100 dan ziyod bo'lgan loyihalarni ko'rib chiqish imkoniyatlarini bir chamalab chiqdim. O'rganishlar jarayonida ko'p tashabbusli byudjet loyihasida g'olib bo'lib topilmagan mahallalarga bordik. Yo'llarni ham ko'rdik, o'sha yo'llardan yurdik. Shu loyihaga ovoz beradigan bo'lsa, ertaga uni samaradorligi qancha bo'ladi, qanday bo'ladi? Bir nechta yo'llarni ham ko'rdik. Bir nechta o'sha simyog'ochlar o'rnatish kerak bo'lgan hududlarni ham ko'rdik. Lekin men Jomboy tumanidagi bitta oilaviy poliklinikaga ovoz berdim. Nima uchun? Chunki 13 ta qishloqni o'rtasida turgan. Holati bugungi kunda umuman ta'mirtalab. U yerda ishlayotgan mana shu 2026-yilning 1-yanvaridan boshlab yangicha tizim ishlayapti. U yerga berilgan shtatlar va unda ishlayotgan xodimlarni ikkita xonada tiqilib ishlayotganini ko'rib va oqsoqollar, odamlar bilan maslahatlashgan holda maktablarga qo'shimcha sport zal qurishmi yoki bo'lmasa o'sha yo'lni asfalt qilish bilan bog'liq bo'lgan masaladan ko'ra bu judayam dolzarb ekanligini his qilib, ko'p tomonlarni o'ylab, shundan kelib chiqib mana shu loyihaga qaror qildim va o'ylaymanki, adolatli qaror bo'ldi bu.